Fatima Zahro, Ali ibn Abi Talibning ayoli. Hasan Husanning volidasi. Eng pokiza juft halol. Nomahramlarga ko'rsatmagan o'zini. Asmo bint Umays roziyallohu anhu bilan bir kun turibdi. O'tib ketsa janozani olib ketyapti. Janoza ayol kishi. Ya'ni u paytlarda hamma yurtda, hamma mamlakatda o'zini ambari bo'ladi. Biz ambarlar usti yopiladi. Ichida erkak ayol bilinmaydi. Ayolning qomati ham ko'rinmaydi biz ambarlarda. Yaxshi. U paytlarda ambarlar usti ochiq bo'lgan ekan. Ayolda olib ketsa shu ko'kragi qomatlari ko'rinadi. Kafan bor, lekin bari bilinib turadi. Bu ayol qo'rqqan. Nahotki men vafot etsam, men ham shunaqa bo'lamanmi degan. Nomahramlar erkaklar meni qomatimni ko'radimi deb qo'rqqan. Ya'ni o'lganda shunda Asmo bint Umays aytadiki, biz Habashistonda yurganimizda deydi. Habashlarda ambarlarida to'rtta shu ambarni to'rtta chekkasida qozib qo'shash narsasi bor ekan. Ustidan latan yopib qo'yar ekan, shu ayolning qomati ko'rinmaydi ekan. Mabodo siz vafot etsangiz shunaqa qilaylikmi deb aytadi. Va birinchi bo'lib shu ayollarning ambarning ustiga shunaqa to'silishlik Fatima onamizdan boshlangan. Undan keyin Zaynab bint Jahsh shuni vasiyat qilgan, u yoqda ham shunaqa bo'lgan. Bizning holatimizda bir kulgili holat bor. Bu holatga ba'zi yig'laysiz ham. Bizning urf odatda. Ayollar yarim yalang'och ko'chada yuradi. Yalang'och yuradi. Kerak bo'lsa tizzasining tepasidan kiyadi. Boldiri ham ochiq, soni ham ochiq. Endi shu o'lsa qabristonga olib boradi. Qabristonda qo'yayotganda uni o'zi o'ralgan, u kafani bor. Biror joyi ochiq emas. 5 ta latta bilan o'ralgan, oq surib bilan. Yana o'sha yaqinlari mehribonchilik qilib, birovni ko'zi tushib qolmasin deb qora latta bilan to'sib turadi. Qaramay turinglar deydi. O'zi o'likka biroq qaramaydi, seskanadi. U undan tashqari uni hamma o'ralgan. Uni tirikligida to'sish kerak edi. Tirikka qarab bo'lmaydi. Tirikligida hamma joyini o'zi ko'rsatib yuribdi u. Uni mahrami indamayapti. Lekin o'lganda mehribonlik qiladi. Bu holat yig'laydigan holat. Biz qanaqa ummat bo'lib qoldik? Ayollar yalang'och yursa, bo'yinlarini ochib yursa, sonini ochib yursa, musulmonmi? Muhammad alayhisolamga ummatmi u ham? Yoki xristianmi, yoki yahudiymi, yoki majusiymi? Alloh subhanahu va taolo biz opa-singillarimizga ham islomning haqiqatini tushuntirsin. Erkaklarimizga, musulmonlarimizga hamiyatni bersin. Dayuslikdan Alloh taolo o'zi saqlasin. Alloh subhanahu va taolo yurtlarimizni islom bilan, iymon bilan farovon qilsin. Bizni ham shu ajdodlarga o'xshagan, shu ajdodlarning yo'ldan boradigan avlodlardan qilsin.